Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz olamning yaratilishi 13-babni ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan olamning yaratilishi 13-babni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 13-bab. İbrahim, ayoli va o'ziga mansub bo'lgan hamma narsalarni elib, Misrdan chiqib, Qanonning janubidagi Negeb rayoniga bordi. Lutmo uning bilan birga bordi. İbrahim boy bo'lib, uning nurg'un mol-varallari va oltin kumushlari bor edi. Keyin u Negeb rayonidan ayrilib, asta-asta shimolga o'tkilib, Baytal shahriga qaytib bordi. U Baytal bilan Ay shahrining orlig'iga, ya'ni u tunji qitim o'rilishib, qurbonlik sup yasagan yerga qaytib kelib, u yerda Parvardigorga ibodat qildi. İbrahim bilan mangan Lutning malvarallari va qullari ko'p edi. Bu ikki oilaning padilari bek ko'p bo'lg'ashqa, o'tloqlar yetishmay qolgan edi. Shunga İbrahimning padichalari bilan Lutning padichalari orasida talash-tartish chiqib qoldi. O çağda Qanonliqlar bilan Parziylar yanıla Qanon rayonida turadi. Shunga İbrahim Lutqa: "Biz bo'lsak urug' tuqqan, aramizda yoki padichilarimizning orasida talash-tartish chiqmasin. Ayrilib yashayli. Mana butun zamin sening oldingda turibdi. Xalagan yerni tanla. O'ng tarafni tanlasang, so'l taraf menga qolsin. So'l tarafni tanlasang, o'ng taraf menga qolsin" dedi. Lut to'rt tarafga nazar silib, Iordan daryo vodisidan Zoargacha so'zilgan keng tuzlarni ko'rdi. Bu tuzanlikning suyi mo'l bo'lib, xuddi Eranbaqqa va Misrning yerlariga o'xshaydi. U chaqda Parvardigor Sodom bilan Gomorra shaharlarini texi xaroblikka aylantirmagan edi. Shunga Lut u yerni tanlab sharq tarafga o'tgandi. U ikkalan mana shundoq ayrildi. İbrahim Qanonda o'ltiraqlashib qoldi. Lut Iordan daryo vodisidagi shaharlarga yaqinlashib, Sodom shahrining atrofida chidir tikib o'rinlashdi. Sodomliklar razillik to'lgan bo'lib, Parvardigorning nazarida ular og'ir gunohkorlar edi. Lut İbrahimdan ayrilgandan keyin Parvardigor İbrahimga: "Sen turgan joyingdan sharq, g'arb, janub va shimol taraflariga qarab baq. Sen ko'rayotgan bu zaminlarni sana va sening avlodlaringga taqdim qilaman. Bu zamin mangu sizlarga mansub. Men sening avlodlaringni hadiy sabsiz ko'paytaman. Yer yuzidagi qumni hech kim sanay olmaganga o'xshash, ularning sonini hech kim sanay olmaydi. O'rningdan tur, bu zaminni kesib chiq. Men uni sana taqdim qildim" dedi. Bunun bilan İbrahim chidirlarni yig'ishtirib, Hebron shahriga yaqin Ma'maradagi to'p daraxtligining yonida o'ltiraqlashib, u yerda Parvardigorga atab qurbonlik supi yasadi. Xo'sh qarindoshlar, biz bir qatim o'qib chiqdik mazmunni. Endi biz mazmunni, ya'ni bir qor ko'rib o'tsak, bugungi 13-babni asosan 3 nuqtaga markazlashtirib ko'rib o'tishga to'g'ri keldi. Birinchisi bo'lsa, Qanon zaminida ocharchilik yuz bergandan keyin İbrahimning bu ocharchilikni dan o'tib olish uchun Misr zaminiga tushgan oltimiz ko'rgandik. Ham shuni qo'lab, endi bo'lsa Misrdan qaytadan chiqib, kayniga yenib, Xudo ko'rsatgan, ya'ni shu Xudoning dastlab ko'rsatgan ham shunday İbrahimmo shu joy xud ko'ringan Xudoga qurbonlik supi yasab ibodat qilgan shu joyga qaytib berib ibodat qilgan mazmuni. Hem bu naydi kichik mazmun, lekin bu orqali biz İbrahimning e'tiqodini bir ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. O shuna Misrdagi yuz bergan ishlar orqali, lekin Misrda Xudoning qilgan ishlari orqali uning Xudo bo'lgan tunishi, o'zining e'tiqodi va qalbidagi bir qism tavba qilib o'zgarishlar degan shuna bir mazmunlarni bir ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Anondan keyingi mazmun, ikkinchi mazmun bo'lsa, İbrahim bilan Lutning ayrilishi. Yani ayrılıp yaşayacağız o'shash qarori bilan ayrılıp yashashi. Ham bu joyda biz Lutning bir quri markazlashtirib bir ko'rib o'tish to'g'ri keladi. Ya'ni Lutning tanlashi. Mushadimi Lutning tanlashiga qarab bir quri tafsil ko'rib o'tsak, andan keyin eng oxirsida bo'lsa, Lut bilan İbrahim ayrilgandan keyin Parvardigor qayta İbrahimga ko'rinib, uningga dastlab qilgan va'dasini texim azroq konkretlashtirib, uningga qilgan bir va'dasini biroz tafsil ko'rib o'tamiz. Xo'sh, shundan biz tafsil ko'rib olsak, birinchi mazmun bo'lsa, ya'ni İbrahimning Misrdan chiqib, qayta shu, ya'ni qurbonlik supi yasagan yerga qaytib kelib, bu yerda Parvardigorga ibodat qilish mazmuni. Biz ko'rgan bo'lsak, İbrahim, ya'ni Xudo va'd qilgan zamin, ya'ni Qanon zaminiga berib yashayotgan vaqtida bo'lsa, u yerda Qanon, ya'ni ocharchilik yuz berib, ahvol intayin og'ir ahvol bo'lganda, shuning bilan bu ko'z oldidagi bu ahvol, reallik, hayot talkisi. Yani qarayda açarçılık aynı vaqtlarda bularning nerede zapas bizning hozirgi o'xshashini bay yaşadı. Yani hamma sharoit yaxshi saqlanib bo'lganda narsalar yo'q emasmi? Shuning o'xshash, shunday vaqt
İbrahim bo'lsa ko'z oldidagi ya'ni o'zining ailasi, qullari bo'lsin, o'ziga mansub barliq narsalarning mushunchaq acharchilik ichida qilinayotgan holatini ko'rib, albatta bu bir başlıq, yəni ailə başlığı, həm bu qabiləsinin, yəni asıl özünə mənsub olğanının başlığı bu nisbəti bilən bunu həll qilish, bunun nisbətən tunji həll qilish, bunun nisbətən bir mühim işdə. Muşundaq ahval astida, muşundaq qiyinchilik, ko'z oldidagi muşundaq ig'ir ahvollar astida, u bu ahvolini, ig'ir qiyinchiligini hal qilishning yo'lini bo'lsa, qanday qilgan desa, o'zining o'y fikri, ya'ni o'zi yaxshi degan, ya'ni qarasa Qananda acharchilik bo'lgan bilan Misrda, ya'ni qaraydiganmiz Qanan bilan Misr yaqin emasmi? Qanandan azroq ostiga tushsa, shu yalqi Misr zamini borda biz oldin qatim manzilga xaritini ko'rgan, balkim sizlar xaritaga oid tunish bo'lishinglar mumkin. Shunga Misrda, ya'ni Misr yani 13. babdan qaraydiganmiz Misrning zaminlarini shu qadar yaxshi deb ta'riflaydi u. Ya'ni Lut tanlagan vaqtida Misrning zaminlari shu qadar alqi nima parvar nima Erenbağ bilan Misrning zaminiga o'xshaydi deb alqi Lut tanlagan zaminni. Shuni yana Misrning zaminining yaxshiligini bilimiz ham bilib olgan bo'ldi. Shunga o'xshash İbrahimmi bu yerda shu qiyinchiligini hal qilish uchun ya'ni o'zining xiyoli bo'yicha biz Misr yaxshi bo'lg'achga Misrda vaqtincha panohlansak u yerda ya'ni ocharchilik ahvolimizni bu ig'ir ahvolimizni vaqtincha hal qilib bo'ldi deb Misrni o'zlariga panohgoh qilish uchun bular Misrga tushishni qaror qildi. Ya'ni İbrahim shundoq bir bu qiyinchiligini ko'z oldidagi qiyinchilikni shundoq bir hal qilish yo'lini o'ylab topadi. Lekin biz bu yerga qaraydiganmiz shunday qiyinchilik ko'z oldimizga ig'ir ahvol ostida. Ya'ni bo'lib inson ko'z oldiga ya'ni shundoq bir ig'ir qiyinchiliklar, shundoq bir tavakkullar, talkilar, shundoq bir ishlar yo'liqqan vaqtida balkim inson eng oldi bilan bu ko'z oldidagi reallik, ko'z oldiga markazlashtirib olganini bu insonning tabiati, har qanday inson shunday qiyinchilikni ko'z oldidagi ishlarni hammasini markazlashtirib yiroqni ko'ramaydi bunday vaqtida. Shunga bunday vaqtida darhol ko'z oldidagi shunday qiyinchiligini hal qilishni eng avval o'ylaydi-da. Shunga İbrahim ko'z oldidagi shu acharchilik ahvolni hal qilish uchun o'zi o'ylab topgan usul bo'lsa Misrga berib panohlik tepish bo'lgan. Biz bu yerda bu qiyinchiligini shunday ig'ir ahvol ostida buning Xudodan so'rab qilgan ahvolini biz ko'ramaymiz. Oxirisiga borsak İbrahim Xudodan so'rab, Xudodan Xudoning irodasini yetaklanishini, Xudoning yordamini so'ragan ahvollar bor, lekin bu boshlanishida dastlabda bu İbrahimning hargiz Xudodan so'rab, Xudoning yetaklanishini, ya'ni Xudoning yordamini so'ragan ahvolini ko'ramaymiz, balki aksicha o'zining o'y fikri bo'yicha o'zining hal qilish yo'lini topgan liqini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ashuna qilib bular Misr zaminiga tushib, hatta bular Misr zaminiga tushgandan keyin buni o'ylaydi-da, Misr zaminiga borsak ular mening ayolimni go'zalligini ko'rib, meni o'ldirib etish mumkin deb yerda hatta qo'rqinish paydo bo'ldi İbrahimda. Hayotiga bo'lgan bir qo'rqinish, hayot talkisi paydo bo'ldi teximdan. Qananda dursa acharchilik bilan hayot talkisi, qo'rqinish paydo bo'lsa, Misrga borsa boshqalar odamlar tarafidan ayolini deb meni o'ldirib etaman degan shunday bir qo'rqinish paydo bo'lganini ko'ra olamiz. Ham shunday qo'rqinishlarni bu hal qilish uchun ya'ni o'zining xiyoli bo'yicha atrofli o'ylab tafakkur qildi-da bu. Ashuna qilib undoq bo'lsa sen meni singlim degan deb ayoliga hatto o'zining singlisi deb aytishni aytdi. Shundaq bir o'zining xiyoli bilan bir o'y fikrlar bilan Misr zaminiga tushgan vaqtida bo'lsa, Xudo bu yerda endi Xudo o'zining chaqirgan, o'zining tanlab olgan xalqi. Biz qarasak bu İbrahim aytdim qilmasa, Xudo o'zi berib İbrahimni tanlab olgan, o'zi berib İbrahimga va'da qilgan, ya'ni Xudo aktivlik bilan o'zi İbrahimni o'zining xalqi qilib, o'zi chaqirib, o'zi boshlagan bu ishni-da. Inson tarafidan emas, balki Xudo tarafidan chaqirilgan, ya'ni Xudo başlab başlagan ish bu-da. Mushundaq ahvol ostida bu İbrahim lekin Xudo yetaklagan yo'ldan hozir o'zining o'y fikri bo'yicha ko'z oldidagi qiyinchilikni, reallikni hal qilish uchun bu o'zining yo'li bilan o'z sanamiga dastlab yo'lga mingan vaqtida Xudo qaytadan bu İbrahimni o'zining chaqirgan yo'liga boshlab kelish uchun hamda bu yerda Xudo İbrahim o'zining xalqi bo'lg'achqa İbrahimda qo'rqinish paydo bo'lganda Misrliklar bo'lgan qo'rqinish, hayotiga bo'lgan bir talka paydo bo'lgan vaqtida aksicha Xudo İbrahim ve Sara'nı qo'g'dash uchun bu yerda Misr, ya'ni podshohiy ordisiga ya'ni opat tushirdi emasmi? Shu orqali boshda İbrahim Misrda xalqlardan qo'rqqanmizda, endi Misr xalqi İbrahimdan qo'rqdi. Voy, u Xudoning odami ekan, ya'ni Xudo menga ko'rinib, uning chaqasa handalik bunday qildi ekan degan o'xshash mazmunlar oxirida davom chiqadi emasmi? Shunga o'xshash Xudoning qudrati bilan, Xudoning yordami bilan bu yerda
Misrliklar aksicha İbrahimdan qo'rqadigan bo'lib, İbrahimni o'zining territoriya chegarasidan chiqarib etadi. Yani bundaq nimalar ko'p. Yani Xudo o'z xalqini qo'g'dab, Xudo o'z xalqini yetaklash yo'lida, masalan, qonun sharhidan o'qiydigan bo'lsak, Isroillar Qanon zaminiga kirishda qanonliqlarga nisbatan boshqa qo'rqinish paydo bo'ldi emasmi? Lekin Xudo deydi, sizlar qo'rqmanglar, men sizlar oldinglarda minib yo'l ochaman. Men ularga qo'rqinish paydo qilman degan o'sha. Endi nurg'un ahvollar shu qonun sharhi shu qismini o'qisak, Xudo o'z xalqini yetaklash yo'lida atrofidagi allarga bu Isroilliklardan qo'rqindigan bir qo'rqinishni soldi. Nurg'un vaqtlarda shunday qo'rqinish paydo qilib, xalqni qo'g'digan yo'llarni biz ko'ra olamiz. Shuna o'xshash bu yerdami, ya'ni shunday Xudoning İbrahim bilan Sarani qo'g'dash uchun bu yerda aksicha bularning ya'ni İbrahimning qo'rqinchini bu yerda Misrliklarning qo'rqinchiga aylantirdi. Ya'ni Misrliklar İbrahimga chaqilsa bo'lmaydiganligini shuna bir qo'rqinish, Xudodan kelgan bir qo'rqinish bilan İbrahimni yo'lga qo'ydi. Am bu yerda nima bor desak, oldin qattimmi degan bir bizning savolliklarimizning bir nimasi bor deb, badala bor deb. Shunga o'xshash bo'lar, Sarah podshoh Sarani o'zining o'rtasiga kirgan vaqtida İbrahimga yaxshi muomala qilib, uning qali qo'y, eshak, to'ga ayol qullarni so'g'atgan emasmi? Mushunday ayol qullarning ichida, ya'ni ayol qullarning ichida ajarmi bor deb oldin bir qatim ta'kidlab o'tgan. Shunga o'xshash endi mushunday nurg'un narsalarni olib kirgan vaqtida endi bu nima deymiz, Qanon zimini olib kirayotgan Lut bilan İbrahimning ana shu moldan, ya'ni mol-varallarning jihligidan, qullarning jihligidan bu ishga oilaning podalarining jihligidan yayloq yetishmay, o'tloq yetishmay, hatto jidal majra paydo bo'lganligini beri ko'ramiz. Endi biz xo'sh oldingi mazmunga kelsak, ya'ni Xudo shundaq İbrahimning ko'z oldida, İbrahimning shunday xatolik oldida Xudoning mehri shafqat qilib, İbrahimni qanday qilib, ya'ni Misrdagi qo'rqinchini, İbrahimning Misrdagi qo'rqinchini aksicha Xudo kuch qudrati bilan İbrahimning ko'z oldidagi hayot qo'rqinchi, ko'z oldidagi ahvol qo'rqinchi, ansirash, shunday talgilarni bo'lsa, ya'ni ahvoldan qo'rqish emas, ahvoldan ansirash emas, balki Xudoni tunib, Xudodan ham qo'rqishi, ya'ni Xudodan aymanish kerakligini bu yerda tunganligini biz bu yerda esga olamiz. Ya'ni İbrahim bo'lsa, ya'ni Misrdan shuna yo'lga chiqqandan keyin qilgan ishi nima desa, asta-asta mangib, ya'ni Negibdan o'tib, ya'ni oldingi babda o'qigan emasmi, Negib rayonidan ayrilib, asta-asta shimolga o'tkilib, Baytal shahriga qaytib berib, Ay shahrining orlig'ini, Baytal bilan Ay shahrining orlig'ida tunji qatim qurbonlik qilgan, o'rilishib qurbonlik subsiyasiga javob berib, Xudoga ibodat qilgan, Misrdan chiqib Xudoga ibodat qilganlarni ko'ra olamiz. Buni Xudoga ibodat qilishga, ya'ni o'zining Xudo ko'rsatgan yo'ldan tayilib ketib, ya'ni o'zining o'y fikri bilan mangandan keyin bu yo'lda qaytadan, ya'ni Xudoga bo'lgan tunish, Xudoga bo'lgan ayminish, qandaqki bir o'zi yaxshi deb qaragan, Alloh va yaxshi deb qaragan, o'zi qo'rqqan shu Misr podshohlarining Xudoning oldida, Xudoning qo'li ichida ekanligini, hatto o'zining hayotining qo'lidagi barliq narsalarning hammasining hayotligining, kelgusining hatto shundaq o'zining turmushining hammasining Xudoning qo'lida, Xudoning igdorchiligida ekanligini buni tunib yetib, ya'ni Xudoning oldiga qaytadan berib, ya'ni Xudoning so'zi oldida, Xudoning va'dasi oldiga, Xudoning tunji qatim yetaklagan shu yo'li yetaklashi oldiga qaytib turib, Xudoning irodasi ichiga qaytib kelganligini biz buning Xudoga ibodat qilganligidan orqali bu yerda tasavvur qila olamiz. Ya'ni İbrahimning Xudoga bo'lgan tunishi va tavbasini beni ko'ra olamiz. Shuna o'xshash buning damda mushunday ahvol ostida, ya'ni Xudoga bo'lgan bir tunishi, Xudoga bo'lgan, Xudodan ayminishlam, Xudo faqat Xudodan ayminish, o'zining hayoti va kelgusi, turmushi, barliq narsalarning, hatto dunyodagi shunday podshohliklarning, Misr podshohligi o'xshash kuchli bo'lgan Misr podshohliklarining Xudoning oldida, Xudoning qo'lida ekanligini tunib yetgan İbrahimning tövandiki, ya'ni Lut bilan bo'lgan tanlash ostidagi pozitsiyasini biz yana bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni bu ikki oilada bayon dedik, ya'ni shunday mol-varal, qullari ko'p ahvol ostida bu ikki oilada to'qinish paydo bo'lgan emasmi? To'qinish, talash-tarish paydo bo'lgan vaqtida İbrahimning mardlik bilan Lutga oldindagi zaminlar sening oldingda turib, mana butun zamin sening oldingda turibdi, xohlagan yerni tanlab ol. Bu degan nihoyat bir o'zining kelgusiga, boshida bo'lsa o'zining shunday ko'z oldidagi o'zining oila, o'zining nimasiga bo'lgan mas'uliyatchilik bilan ko'z oldidagi qiyinchilik ahvolida o'zining o'y fikri bo'yicha, o'zining usuli bo'yicha Misrda panohlanishni
o'ylagan bo'lsa, hozir mardlik bilan o'zining ham ailasining ham o'ziga mansub bo'lgan barliq narsalarning ham hayotining va ularning qanday bo'lishining hammasini Xudoning qo'lida ekanligiga bo'lgan bir ishonch, Xudodan kelgan, Xudoning va'dasidan, Xudoning ko'rsatmasidan kelgan bir tinchlik, uning qalbida tinchlik paydo bo'lgandan keyin, xotirjamlik paydo bo'lgandan keyin bu o'zining kelgusini Xudo o'zi yetaklab, o'zi eng yaxshi bo'lgan yo'lda yetaklaydiganligiga bo'lgan ishonch bilan Lutning oldida sen xohlaganingni tanlab ol, o'zing qayerni tanlasang bo'laveradi, ya'ni sen o'ng tanlasang so'lman qolsin degan o'sha bir mardlik bilan turgan, dadillik bilan turgan bir altini pozitsiyasini ko'ra olamiz. Ana shundan mush orqali biz yana nimani esga olaymiz desak, bu yerda yana Rimliklar yozilgan xatning 13-bab 2-oyati nima deydi desa, ya'ni sizlar bu dunyoning yiqimlariga ergashib yurmanglar, aksi o'y fikrlaringlar Xudoning yengilishi bilan butunlay o'zgarsin. Shu chaqda Xudoning hayotingizga bo'lgan irodasini, ham bu irodaning naqadar yaxshi, naqadar xursand qilarlik va naqadar mukammal ekanligini bilalaysiz degan yangi ahdidagi shu mazmunni bu yerda biz esga olaymiz. Ya'ni Ibrohim o'zining o'y fikrlari, ya'ni bu dunyoning yiqimlari, o'y fikrlari deganiga ko'ra, ya'ni Ibrohim bu dunyodagi ishlar, ya'ni ansirab ko'z oldidagi reallik, turmush halakchiliklari, turmush qo'rqinchi, hayot qo'rqinchi degan o'sha shunday ahvollar ostida o'zining o'y fikri bilan Misrni tanlagan Ibrohim bo'lsa, oxirsida Xudoga bo'lgan ayminishi, Xudoga bo'lgan tunishi paydo bo'lib, Xudoga bo'lgan ishonch, Xudoning ko'rsatmasi, Xudoning va'dasiga kelgan ishonch, shuna xotirjamlik, tinchlik kelgandan keyin bo'lsa, ya'ni Xudoning va'dasi orqali o'zining hayotining, o'zining kelgusining, turmushining, o'ziga mansub hammaning Xudoning qo'lida, ya'ni Xudoga mansub ekanligini bu tuniganda, shu orqali o'zining ustida Xudoning irodasining va go'zal yetaklishining borlig'ini bu yerda esqigan, tuniganligini bu yerda ko'ra olamiz. Shunga o'xshash, ya'ni Lutning oldidimi, Lut bilan ya'ni jidal majra oldidimi, shu qadar tinchlik bilan Xudodan kelgan tinchlik bilan shunday bir mard holatdagi bir pozitsiyasini bu yerda biz ko'ra olamiz. Shunga o'xshash biz bu ya'ni haqiqat yo'li degan bizning yo'limiz, haqiqat yo'limiz Xudoning ko'rsatmasi, ya'ni bizning o'zimizni to'liq Xudoga topshirishimizni, Xudoning va'dasiga bo'lgan ishonch bilan Xudoga itoat qilishimizni talab qildi. Masalan, bizdimi ko'p turmushimizda o'zimizning turmush odamni yevitdi-ku. Har vaqt turmushning kundan kunga, bir kun üstü bir kun har vaqt o'xshamagan bir sinoqlarga, o'xshamagan bir ishlarga duchor bo'lamiz. Turmushning ishlariga biz berilsak, bu ishlar bizni yutib yetadi, rastlanlam. Shuning uchun ko'z oldimizga reallik emas, ko'z oldimizdagi ahvollarda bo'lsa, biz shundaq o'zimizning o'y fikrlarimiz, o'zimiz turmushning ahvollari ichidan, turmushning qo'llig'idan chiqa olmaymiz-da. Lekin biz haqiqatga mansub bo'lgan, Xudoga mansub bo'lgan, bizga o'xshash Xudoning bandalari bo'lsa, ana shundaq bizning ustimizda Xudoning go'zal o'rinlashtirilishi, go'zal yetaklashlari, go'zal irodalarning borlig'i bo'lgan ishonchimiz bilan har vaqt Xudoning so'zi oldida midirmasdan, har qanday qiyin ahvol, aldirashchilik shunday kunlar bo'lsa-mu, biz cho'qim kunga Xudoning so'zi oldida o'zimizni tekshirib, Xudoning so'zi oldida o'zimizni haqiqatan Xudoning so'zi bilan ma'novatimizmi, Xudoning so'zi yo'lidan qayib ketdikmi, chatnab ketdikmi, shularni tekshirib, Xudoning ya'ni shu so'zi bilan o'zimizni tekshirib, Xudoning ustimizga qilgan ishlariga markazlashtirib, shunday Xudoning so'z yetaklishining bizning kelgusimizni ham, har bir ishlarimizni ham Xudoning bizga eng yaxshi bo'lganlari bilan o'rinlashtirganligini, bizga bo'lgan mukammal irodasining borlig'i bo'lgan ishonch bilan o'zimizni Xudoga to'liq topshirib, Xudoning huquqini to'liq e'tirof qilgan vaqtimizda o'zimizning ustida har bir ishlarimiz, hatto kichik ishlarimiz, ya'ni deydi emasmi, bizning bir tal chechimizmi Xudoning ruxsatisiz tushmaydi deganga o'xshash. Ana shunda bizning har bir ishlarimizda Xudoning yetaklishi borlig'iga ishonib, Xudoning ham bizni qo'g'daydiganligiga ishonib, Xudoga topshirgan vaqtimizda bizmi ham o'zimizning o'y fikrlariga emas, dunyoning iqtillariga emas, Xudoning irodasi bilan, so'zi bilan o'zimizni yengilgan vaqtimizda, bizning hayotimizda, atimizda, kelgusimizda Xudoning kundan kunga bizga o'zining irodalarining naqadar go'zalligini,
bizning ustimizga qilayotgan ishlarning naqadar yaxshiligini biz ham his qilib, kundan kunga shuna Xudodan kelgan xushallik, shodlik, tinchlik ichida shuna hayotimizni shuna kundan kunga shuna yashaydigan shuna Xudoning shodligi, tinchligidan kelgan shuna birligi hayotimizga Xudo bilan birga bo'lishning huzuri bizga paydo bo'ldi-da. Bu orqali biz yana shuni ko'rib o'talaymiz. Shuningdek yana bu orqali nima ko'ra olamiz desa, ya'ni Xudo bizni chaqirgan ekan, bizning ustimizda har birimizning ustida Xudo o'zining qilmoqchi bo'lgan bir ishi bor, irodasi bor. Shuningdek bizning hayotimizni Xudo bizni chaqirgan ekan, Xudo o'zi boshlagan, ya'ni Ibrohimni Xudo o'zi tanlab, o'zi boshlagan. Ibrohim eshtim qilmas vaqtida Xudo o'zi uni tanlab turib, o'zining va'da bergan emasmi? Shuningdek biz e'tiqodchilarning ustida Xudo o'zi bizni boshlab, o'zi bizni tanlab olgan, o'zi bizni chaqirib olgan. Biz emas, Xudo o'zi boshlab bizni chaqirib olgan. Xudo o'zi bizning hayotimizga kirib, bizning hayotimizga yetaklash orqali bizning hayotimiz o'zining irodasini amalga oshirmoqchi bo'lgan emasmi? Shuna bo'lg'achqa, ya'ni Xudo o'zi bizni chaqirgan ekan, o'zi bizning hayotimizda o'zining irodasini, o'zining qilmoqchi bo'lgan ishlarini boshlagan ekan, bu ishni bizning hayotimizda o'zi davomlashtirib, bizning har bir qadamlarimizda, har bir manzillarimizda o'zi bizni yetaklab, o'zi davomlashtirib, ham eng oxiriga qadar, toki hayotimizning oxiriga qadar o'zi bizning hayotimizda qilmoqchi bo'lgan irodasini oxiriga qadar bizni yetaklaydiganligini biz bilishimiz, tunishimiz va ishonishimiz to'g'ri keldi. Shunga o'xshash yana Filippga yozilgan xat, ya'ni 1-bob 6-oyatga qaraymiz. Sizlarni yangi hayotlik yo'liga yetaklagan Xudo o'zi boshlagan bu yaxshi ishni davomlashtirib, Ayso Masih qaytib keladigan kunni tamomlaydi deydi. Ana shundaq, ya'ni biz har bir e'tiqodchilarning ichidami, Uyg'ur jamoatligi ichidami Xudo o'zi boshlagan bu ishni o'zi yetaklab, eng oxirida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lganlarini, hatto Xudo o'zi yetaklab, o'zi amalga oshirganligini biz bu orqali yana ko'ra olamiz. Mushunda Xudoning boshlab, Xudoning yetaklashi, Xudoning tamomlaydiganligini biz tunib yetgan vaqtimizda hayotimiz qanday bir talkilar, tavakkullar ichida yuz bersimi, biz bu Xudoning va'dasidan, Xudoning so'zidan kelgan bir tinchlikni, hayotimiz qancha varang-churung, hayotimiz qancha nima deymiz, qarang'uliq, ba'zan biz hatto shu qadar qarang'uliq ichida his qilgan vaqtlarimiz bo'ldi. Hayotimizning tuman ichida his qilgan vaqtlarimiz bo'ldi. Arg'iliq ichida his qilgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shuna ahvollarda biz yana Xudoning va'dasini biz doim eslagan vaqtimizda, Xudoning o'zining bizning hayotimiz ustida o'zi boshlab, o'zi yetaklab, o'zi tamomlaydiganligi bo'lgan bizning tunishimiz bo'lgan vaqtida shunday ahvollarda biz qarang'uliqlar ichidami biz kichikdan nur, Xudoning ana shunday va'dasidan kelgan nur orqali qarang'uliqlar ustidan yengib o'talaymiz. Hayotimiz ustidan yengib o'talaymiz, o'zimizning ojizliklari ustidan yengib o'talaymiz, turmushimiz ustidagi qiyinchiliklar ustidan biz bularni yengib o'talaymiz. Xo'sh, biz endi Ibrohim bilan Lotning ayrilishidan biz bayon dedik, ya'ni Lotning tanlashini bir qora ko'rib o'tamiz dedik emasmi? Shuna o'xshash bayon dedik, ya'ni Ibrohim bo'lsa, ya'ni bu dunyolik hayotligi, turmushi hamning Xudoning qo'lida ekanligini bu tunib yetgan, ya'ni Xudoning ig'darchiligi ichida ekanligini tunib yetgan dedik. Va shuning bilan Lotga xalqancha tanla deb turib belqinoyat bir mardlik ahvoli ostidagi pozitsiyasini ko'rgan edik. Endi bu yerda Lot va uning tanlashi orqali biz yana bir qism tarbiyalarni ko'ra olamiz. Ya'ni Lotning ya'ni Ibrohimning so'zi oldi, ya'ni sen xalqning tanlab ol degan ahvolda Lotning tanlash usulini biz ko'rgan vaqtimizda u qanday qildi desa, to'rt atrofga nazar solib, Yordan daryosining zo'rg'icha bo'lgan keng tuzlanlikni ko'rdi. Ya'ni tuzlanlik. Bizim bilimiz tuzlanlik degan albatta tuzlanlikda nima qilsak bo'ldi, ya'ni biz bilimiz tuzlanlik degan aytdi. Yaxshi bir tuproq hisoblanadi, tog', jilg'a, yartanliq degan o'sha shunday yerlar qaraganda tuzlanlikning yaxshi ekanligini hammamiz bilamiz. O tuzlanlikni ko'rdi-da va shunday bu tuzlanlikning yana suv mo'lligini ve suv mo'lligini ko'rdi. Hatto bu shunday tuzlanlikning hatto Erenbaq, ya'ni Erenbaq Xudo yaratgan eng go'zal yer deb hisob tasvirlaymiz. Ana shunday Erenbaqqa va Misrning yerlariga o'xshaydi deb bayon dedik. Biz Misrni, ya'ni Ibrohim berishdan burun Misrning yaxshi ekanligini ko'rganiga o'xshash, Misrning yerlarimi bu yerda yaxshi ekanligini shu vaqtlarda biz ko'ra olamiz. Ana shunday Lotning tanlashi bo'lsa ko'z oldidagi o'zining nimasi bo'yicha yaxshi deb qaragan, ya'ni tuzlanlik shunday mo'l bo'lgan, suv bo'lgan
Albatta bu mo'l suvi bo'lish bu degan yaxshi bir yer. Masalan, bu O'rta Sharqning bir jug'rafiyalik o'rnini bilgan ahvolimiz bu nihoyat bizning ya'ni ko'z oldimizga kelgan bo'ladi, nihoyat yaqin eskigan bo'ladi. Shunga o'xshash ham u yerdimi ya'ni tog'liq, jilg'iliq, balki sizlar videolar orqali ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Degan o'sha yomg'irga tayindigan yerlarda. Shundan keyin lekin bu yerga Iordan daryosi degan Iordan daryosidagi suvga tayinib, ya'ni Iordan daryosining sharq tarafi degan yerlar, shunday bir tuzlanlik rayonlari bor. Shunday tuzlanlik suvi mo'l bo'lgan shu joyga, ya'ni bu Lutning ko'zi shu joyga tushdi. Ya'ni yaxshiligini ko'rdi-da, ya'ni tuzlanlikning suvi mo'lligini eran baqamizning yerlar o'xshaydi. Mush yerdan biz endi nima ko'ra olamiz degan vaqtimizda mush ko'rib degan pel yana biz bu yerda uchraydi. Eng dastlab nerda uchragan? Havoniga kelganda, Havonining so'zi orqali biz ko'ra olamiz. U nimani ko'rgan? Yeni bu yaxshi bilan yomonni anqiraydigan bu mevaning shuncha chiroyliligini, shirin ishkanligini ko'rib, uning esi naqadar aqlli bo'lib ketadiganligini, Xudoga o'xshash naqadar aqlli bo'lib ketadiganligini degan shu so'zlar meni qayta uchraydi. Ya'ni ko'rib, nazar silib, u yerning ya'ni tuzlanligi mo'l, tuzlanlik, suvi mo'l, yeran baqoymasini yerlari o'xshaydiganligini ko'rib degan o'xshash. Qarasak bu odamning o'zining arzusi, nafsini biz bu yerdan ko'ra olamiz. Yani odamga tava bo'lgan, erishmoqchi bo'lgan, yani bir narsa shu yaxshi bo'lgan narsani erishmoqchi, qozonmoqchi bo'lgan inson tabiati bu narsalar borda. Inson tabiatidagi bu nafsaniyatlik hamma odamning nimasida bor. O'zi yaxshi deb qaragan ko'z oldiga, ya'ni ko'ziga yaxshi ko'ringan, ko'ziga go'zal ko'ringan, ko'ziga ashunaq bir o'ziga bir ko'ziga taqalgan narsalarni erishmoqchi, shuni qozonmoqchi, shuni o'zini qilmoqchi degan o'sha narsalar borda. Yani bu inson o'zining ko'ziga ashunaq bir qo'g'lishib, ya'ni ko'zining ko'giniga qo'g'lishmagan bir tabiati borda bu yerda. Shu o'xshash bir eranbaq motiv, ya'ni shu Havonining qilgan nimasi bu yerda ko'rindi. Anani bu ko'rib nihoyat biz jinoyat jiq ko'rdik. Anani 6-chi bob qarasak, Xudoning o'g'illari, yer yuzining qizlarining chiroyliligini ko'rib, xalagancha amriga elib degan yer orqali ular ko'z oldidagi ya'ni oilaga bo'lgan Xudoning oila yaratganiga haqiqiy bir mohiyatini tushunmasdan ular ana shuna ko'zi chiroyli ko'ringanni, ko'zi go'zal ko'ringan qizlarni xalagancha elib, ular qanday bo'lsin, bunun bilan qilmasdan faqat ko'zi ko'ringanni, ya'ni o'zining nafsaniyati, o'zining nafsxo'rligi, oshko'zligi, o'zining shu arzu havasiga tayinib shunaqa ishlar, ya'ni bu narsalarni biz ko'ribning so'zning ichida bu narsalarni biz tasvirlaymiz. Ya'ni ko'rib degan so'z ana shunaqa insonning nafsaniyati, oshko'zligi, arzu havaslarini shunday erishmoqchi bo'lgan inson o'zidagi shunaqa bir mohiyat, nafsanixo'r oshko'zlik bir mohiyatni biz bu yerda ko'ra olamiz. Shu ko'rib degan so'zning ichida mushlar hammasi yumorlab kirib ketgan bo'ldi. Ana shundaq biz ya'ni olamni yaratilish birinchi bobdan hozirga qadar ko'rib degan so'z orqali mush narsani ko'ra olamiz. Ya'ni Lutmu ana shunday ko'ziga chiroyli ko'ringan, ko'ziga yaxshi ko'ringan mush zimini tanlaydi. Shunday yana bu yerda yana bir narsa bor. Sharqqa o'tkazganda bu sharq degan so'zni biz oldin qatim 11-chi bobni qanotimiz bir qatim degan. Sharqqa o'tkazgan degan bilan bir xil nimba desak, bir Xudoning yo'lidan yo'tkilib sharqqa yo'tkilgan, ya'ni o'zining odamning yo'liga qarab mangan degan shu narsalar paydo bo'ldi. Masalan, Qobilmi Xudoning huzuridan chiqqandan keyin sharqqa yo'tkilgan degan narsalar bor. Babil munariyatini qilganlarmi sharqqa yo'tkilib, ular o'zlariga bir nima munar yasamoqchi bo'ldi degan o'sha şey. O'zining arzu havasiga qarab yo'tkilish debmi bir bunday bir narsani o'z ichiga olgan o'xshash bir narsalar borda. Shuning uchun buni texmo bir ko'rib baqsanglar, yana shunday yig'inchoqlab bir nima tasavvurdan qilib baqsanglar bo'ldi, yig'inchoqlab baqsanglar bo'ldi, qayta o'ylab baqsanglar bo'ldi degan o'xshash. Shuni men yana ta'kidlab o'tay dedim. Shuni o'xshash endi inson ana shunday o'zining ko'gini bo'yicha, ya'ni dunyoning ko'zi bilan qaraganda, Lut ya'ni dunyoning ko'zi bilan qaraganda tuzlanlik, suvi mo'l, eranbaq o'xshaydigan katta va munbat tuproqdek eng esillik bilan ko'ringan shu zaminni tanlaganda, lekin biz yana oxiri qaraydigan bo'lsak, bu zamin ya'ni İbrahim bo'lsa Qanonni qolgan, lekin Lut Yordan daryosidagi shaharlar yiqilishib, Sodom shaharining atrofidagi ya'ni shuni tuzlanlik deb qaragan shu joylar, ya'ni joylarda tuzlanlik deb qaragan zo'rg'icha bo'lgan joyda emasmi? Shu joyda ya'ni o'ltaralashganda, shu joy ya'ni Sodom shaharining atrofida chidir tikkanda, bu vaqt ya'ni Sodomliklar rezillik to'lgan bo'lib, Parvardigor nazarda ular gunohkor edi deydi. Lekin bu Lutning tanlagan yeri, zimini bo'lsa
o'zining tanlashi bo'lsa, shunday xalqi katta joy, yaxshi joy deb qaragan bilan bu joy, lekin Xudoning nazari bo'lsa, bir rezillikka, gunohga to'lgan kishilar o'ltiraqlashgan, ashunday bir zimin ishkanligimiz bu yerda da'vatidi. Shuning uchun Lutning tanlashining o'zining ko'zi bilan tanlagan, o'zining arzulari bilan, o'zining xiyollari bilan tanlagan bu yo'lning aksicha Xudoning nazarida bir yaxshi bo'lmagan bir tanlash ekanligini, ya'ni rezillik to'lgan bir zimin ishkanligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek, inson ko'ziga chiroyli, yaxshi, mo'l va esil ko'ringanlar. Yani ko'z oldimizdagi bizning uchun yaxshidek ko'ringandek ishlar bilan, ya'ni shunda ko'z oldimizdagi hozir bizning atrofimizga ishlar, biz hozir o'ylagan ishlar shu qadar yaxshi bilingan bilan, shu ishlarni qilsak, ishlarimiz o'ng bo'lgandek, shu ishlarni qilsak bizning turmush, o'zimizning qalbimiz tinchlandigandek, shunday bir narsa keldi emasmi? Shu ishlarni qilsak o'zimizga yaxshi bo'lgandek, kelgusimizning bo'lsin, turmushimizning ansirmaydigandek, shunday bir yaxshi ishlar paydo bo'lgandek, ham bizga ba'zanlar bir ba'zan kollektivlar bilan birga qilsak biz yaxshi o'zimizni huzur yaxshi his qilgandek bo'lgan bilan biz bu yerda Xudoning bizning ustimizga irodasiga muvofiqmi, Xudoning ko'zi bilan qaragan vaqtimizda bu narsalar bizga nisbatan yaxshimi, muvofiqmi degan narsalarni biz o'ylashimiz to'g'ri keldi. Shuning uchun o'zimiz yaxshi degan narsaning Xudoning ko'zi bilan, Xudoning irodasi bilan oldingi babda biz Xudoning irodasi bilan qarash, endi Xudo itqat ko'zimiz bilan ko'rish degan mazmunni so'zlagan. Shunga o'xshash Xudoning irodasi, Xudoning ko'zi bilan ko'rganimizda haqiqatan hozirgi bizning tanlaganlarimiz, bizning ko'rayotganlarimiz, bizning ko'zlayotganlarimiz haqiqatan Xudoning xursand qilgan ishlarmi, Xudoning irodasiga muvofiq bo'lgan ishlarmi, Xudoning bizning ustimizda yetaklayotgan yo'liga uyg'un bo'lgan yo'llarmi, bunday narsalarimiz farq etishimizga, tunishimizga to'g'ri keldi. Agar undaq bo'lmay qolsa, biz Xudo bilan nemimiz, Xudodan so'ramasdan o'zimiz yaxshi, men o'ylasam bu yaxshi, Xudomi cho'qim xursand bo'ldi deb turib, o'zimizning o'y fikrimiz bo'yicha hukm qilib, o'zimizning qarashimiz bilan hukm qilib, shu ishlar ustida qilgan vaqtimizda, lekin keyin bu ishlarning biz bir behuda ekanligini, behuda vaqt isrofchiligi, behuda ekanligini biz bu yerda es qilgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shuning uchun biz hammamiz e'tiqod ko'zimiz bilan, ya'ni bir qaytim ta'kidlasak, e'tiqod ko'zimiz bilan Xudoning va'dasiga tayanib turib, hayot yo'limizni, hayotimizdagi barliq tanlashlarimizni hammasini Xudoning yetaklashi bilan, Xudoning so'zi bilan anqarab, farqlantirib, Xudoning so'zi bilan selashtirish orqali ularning farqlantirib, so'zi bilan mangishqa, Xudoning so'zi bilan, Xudoning so'zini o'lcham qilib dunyoga, hayotimizga, ishlarimizga qarashni, shunaqla yaxshi bilan yomonning o'lchimini, hayotimizga ishlar bo'lsin, turmushimizga ishlar bo'lsin, har qanday ishlar bo'lgan yaxshi bilan yomonning o'lchimini Xudoga qo'yib turib, Xudoning so'ziga qo'yib turib, hukm qilib, ularni Xudoning so'zi bilan farqlantirishni biz o'rganishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni Lutning hikoyasi orqali biz mana shunday, ya'ni yaxshi bilan yomonning o'lchimini Xudoga qarab, e'tiqod ko'zimiz bilan qarashni yana bir qatam bu yerda ta'kidlab o'talaymiz. Ya'ni shunday tarbiyaga ega bo'la olamiz. Oxirida Xudoning Ibrohimga qayta ko'rinishi. Endi Lut bilan Ibrohim ayrilgandan keyin Parvardigor qaytadan endi Lutga ko'rinib bu yerda Ibrohim bo'lsa bu yerda Xudo bo'lgan ishonch bilan, Xudodan kelgan tinchlik bilan Lutga sen xalqingni ol degan emasmi? Xalqing ziminni ol degan. Lekin endi Xudo Ibrohimga ko'rinib nim deydi desa, qaytadan zimin bilan avlod va'dasini takrorlaydi-da, endi biroz konkret taraf. Xudo deydi-da, Ibrohim Lutga qanday qilamiz? Ya'ni sen qarab o'zing xalqingni tanlab ol, o'ngnasan solman qolsin yaxshi. Lekin Xudo bo'lsa deydi, sen turgan joyingdan sharqqa, g'arbga, janubga, shimolga, ya'ni atrofing, to'rt atrofing nazar sol, qarab boq. Qarag'in deydi. Sen ko'rgin ko'z oldingdagi to'rt atrofga deb. Yani Xudoning yardım bilan ko'rishda, bu Abay Lut bo'lsa o'zining ko'zi bilan nazar solganda, endi bo'lsa Xudo deydi. Yani Xudoning yardım bilan, Xudoning hamrohligi bilan, Xudo billi bo'lgan vaqtimizda, biz atrofimizga qaragan vaqtimizda bu o'xshamaydi. Shunga o'xshash, yani Xudoning hamrohligida Xudo deydi, sen atrofingga qarab boq. Sen bu ko'rayotgan ziminlarni sana ve senin avlodingga taqdim qilman va sening mangu sizlarga mas'ul bo'ldi bu zimin deb turib, Xudoning hamrohligida ko'rgan vaqtimizda biz bu Xudo ato qilgan zimin, ya'ni Xudoning bizga ato qilganlarning yana bu biz o'ylaganimizdinmi go'zal, biz o'ylaganimizdinmi yaxshi, biz o'ylaganimizdinmi muvofiq ekanligini biz bu yerda his qila olamiz. Shunga o'xshash Xudomi Ibrohimga o'zi, ya'ni atrofidagi zimin, ya'ni Qanon ziminidagi barliqni bilan ko'rsatdi.
Endi bu yerda zimin yani bu zimini yani 12-bab 7-oyatda Xudo deganda mana bu ziminni sening avloding taqdim qilman deb turib mana bu ziminni sening avloding taqdim qilman degan. Lekin mayli bo'lsa, bu ziminlarni sana va sening avlodlaring taqdim qilman. Bu zimin mangu sizlarga mansub deb avlodiga uningga mangu berayotganligi, mangu taqdim qilganligini deydi. Endi bu zimin yani bu Kanan zimini, biz Kanan zimini ekanligimiz ko'ra olamiz. Bu Kanan zimini zaten qandaq zimin deganni biz bir bu xil o'y paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni Kanan ziminni biz ya'ni Ibrohimning bu va'dasi, Xudo Ibrohim bergan bu va'dasi orqali 400 yildan keyin Isroillar orqali bu ziminning qanday ekanligini Xudo texmi konkret ta'riflaydi. Ya'ni Kanan zimin bo'lsa, ya'ni Qonun sharhi 11-bab 11-12 oyatlarda İsraillarga mana deydi. Sizlar egilashga o'tadigan zimin, ya'ni Kanan zimin bo'lsa, tog' jilg'ilari bo'lgan bir zimin. Bayam Lut tuzlarni tanlab olgan, Iordan daryosining sharqiy tuzlarni tanlab olganda, lekin bular o'tadigan zimin bo'lsa, tog' jilg'ilari bo'lgan zimin. Kanan zimini yani tog' jilg'ilari bo'lgan zimin. Chunki Lut tuzlarni tanlab olgan bilan qolgan yani Kanan zimini asli tog' jilg'iliq bo'lgan ziminda. Shunga Lut tanlamaganda bu yani İbrahim bo'lsa ana shu Kanan ziminda turaverganda, ana shunda tog' jilg'ilari bo'lgan zimin. Bizning ko'zimizda tog' jilg'iliq bo'lgan zimin hamda bizga ben yaxshi ko'rinmaydi. Hamda bu tog' jilg'iliq bo'lsa, eshtim o'smaydigan. Bu tağ desek hem de bir her xil tağlar var, yartanlıq tağlar var, tikenlik tağlar var degan o'xshaydi. O'tirish sharhning shu o'tirish sharhning bir videolarini hozir YouTube'larda hamsin ko'rib bo'ldi. Masalan, hozirgi Yerusalim, İsraillarning zaminlarini ko'rib baxsanlar bo'ldi. Ana shuna tağ jilg'iliq zimin deydi-da. Tağ jilg'ilari bo'lgan zimin, u osmondagi yomg'irdan suv ichadi. Shunga alqi tağ jilg'ilari bo'lsa, osmondan yomg'ir ichadi. Osmondagi yomg'irdan suv ichadi. U Parvardigor Xudoning azizlaydigan bir zimindir. Çünkü Parvardigor Xudoning ko'zlari yilning beshidan yilning oxirigacha uzluksiz uning dikildi. Ya'ni bu İsraillar degan vaqtida bu Kanan zimin ta'riflaydi-da. Tog' jilg'iliq zimin u faqat osmondagi yomg'irdan suv ichadi. Şuna Parvardigoringning Xudoning ko'zlari yilning beshidan yilning oxirigacha, ya'ni bahar yomg'ir bilan kuz yomg'irlarini to'xtamay yog'dirib beraman degan yerlarni biz mushunaqi Tavrat qismlari orqali biz noyatijiq mushunaq deydi, shundan ko'rib o'talaymiz. Ya'ni Xudoning ko'zi yil beshidan yil oxirigacha ana shu ziminga tikildigan, ana shuna Xudoning yomg'iriga tayindigan bir zimin Kanan zimin ekanligini biz bila olamiz. Yani Xudoning İsraillarni yeteklab kelgan ziminning ashunaq bir tog' jilg'iliq, yani Xudoning yomg'iridilam, Xudoning marhamatidilam, Xudo osmondan echib yomg'ir yog'dirgandilam, ularning bir mo'lliqqa erishalaydiganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shunga o'xshash Xudoning Ibrohimga mangu berayotgan, mangu taqdim qilmoqchi bo'lgan zimini, ya'ni Kanan zimini ana shunday tog' jilg'iliq bir zimin ekanligini biz ko'ra olamiz. Shuning uchun Lut ko'z oldidagi tuzanlik va suv mo'l bo'lgan Iordan daryosining sharq tarafidagi yerlarni og'alarni biz ham bu yerda tushuna olamiz. Ana shunda Xudo hamda uning avlodlariga shuna Kanan ziminni ato qilgan emasmi? Shuna o'xshash hamda bu yerda ikkinchisi bo'lsa, bu yerda hamda avlodin deydi-da, ya'ni 12-bab 2-oyatda sening urug' avlodingni ko'paytirib bir cho'ng xalq qilman degan bo'lsa, hamda bu 13-bab 16-oyat bo'lsa, men sening avlodlaringni haddi hisobsiz ko'paytiraman. Yer yuzidagi qumni hech kim sanay olmaganga o'xshash, ularning sonini hech kim sanay olmaydi. Degan o'xshash hamda bu yerda bu boshda avlodingni faqat bir cho'ng xalq qilman degan bo'lsa, lekin mayda bo'lsa sening urug'inglar, ya'ni sening avlodingni haddi hisobsiz ko'paytiraman, ya'ni sanoqsiz holatda. Qumni sanamagan o'xshash shunday bir sanoqsiz holatda, hech kim sanayolmagandek holatda sening avlodingni shunday ko'paytiraman deb shu qadar jiq avlodni bu avlod va'dasini, bu yerda shu qadar ko'pligini bu yerda endi bir qatim konkret, yani avlod va'dasini bu yerda konkretlashtirdi. Shuning bilan Xudo bu ziminni uning mangu ato qilayotgandan keyin ham avlodini mushu ziminda, mushu Kanan ziminda, tog' jilg'iliq ziminda avlodining son-sanoqsiz bo'lganligini mushu yerda Xudo va'da bergandan keyin bo'lsa, o'rnidan turib bu ziminni kezib, men sang taqdim qilgan mushu ziminni kezib chiq deydi-da, men uni sang taqdim qildim deb Xudo uningga taqdim qilgan ziminni kezib chiqishini aytadi. Bu orqali nima ko'ra olamiz deganda, bu Ibrohim bo'lsa o'zining barligini, hayotlik turmushining hammasining Xudoning qo'lida ekanligini,
Xudoni o'zining hayotining xo'jayini deb tanigan İbrahim bo'lsa, Xudoga bo'lgan ishonch bilan Lutni avval zimin talatqizib, o'zining barligini, kelgusini ham Xudoga atab, Xudoga ishonganligidan Xudo İbrahimga texmi o'zi eng yaxshi deb qaragan joyini uningga va uning avlodiga taqdim qilganligini biz meydi ko'ra olamiz. Yani endi biz shunda Xudoni özümüzün xo'jayini, Xudoning irodasining bizning hayotimiz bo'lgan eng mukammal bir iroda ekanligini, bizga bo'lgan eng yaxshi bo'lgan o'rlashtirish ekanligini biz tunib, ishonib yetgan vaqtimiz bo'lsa, Xudo topshirgan vaqtimizda ham shunda biz shu Xudoning va'dasidan kelgan ishonch bilan biz uning bo'lgan itoat muhimda, itoat qilgan vaqtimizda, Xudoning irodasiga bo'lgan itoatimizni ko'rgan vaqtimizda, biz Xudoga itoat qilib bir qadam mingan vaqtimizda, ko'z oldimizda biz ko'rgan narsa texmi go'zal, ya'ni Xudoning irodasidan kelgan shu qadar go'zal irodasini, Xudoning irodasining naqadar go'zalligini va bizga eng yaxshi ekan o'rlashtirishlarning ekanligini biz yana bayqay olamiz. Shuning uchun biz itoat qilgan vaqtimizda, Xudoning irodasiga ishonib itoat qilgan vaqtimizda bizning hayotimiz bo'lgan irodasi texmi konkret holatda, texmi cho'ngaroq derazini ochib turib, o'zimizning derazamizni, hayotlik ko'zimizni ochib turib qaragan vaqtimizda uyning ichidagi narsalar emas, balki sirtqi dunyodagi Xudoning ko'rsatgan texmi mo'l, texmi cho'ng bo'lgan narsalar ekanligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi oxirida İbrahim bo'lsa, chidirlarni yig'ishtirib Hebron shahri yaqin va Mamradagi do'p taraflarga endi o'ltiralashib, Parvardigor atab qurbonlik spesialini ko'ra olamiz. Endi Hebron shahri ko'rildi. Bu Hebron degan bir muhim joy, ya'ni Davud bo'lsa, dastlabda podshoh bo'lgan joyimiz Hebron. Undan keyin Yeshua qismi qaraydi, masalan, Kalab bir muhim bir shaxs, Kalabning qolgan yeri Hebron ekanligimiz ko'ra olamiz. Bu Hebron shahrining qanday shahar ekanligini davomli oldimizda, ya'ni shu qilgan vaqtimizda texnik tafsil ko'ramiz. Hebron bir muhim shahar. Buni bir ta'kidlab o'tay dedim. Xo'sh, qarindoshlar, bugun mazmun uzunlab ketdi. Shunday bo'lsa-mu, bir qatim anglab, sizlarning bular orqali, mushunday mazmunlar orqali o'zinglarni texim dangsalib, hayotinglarni texim Xudoning so'zi bilan, Xudoning irodasi bilan, o'zinglarning e'tiqodinglar orqali hayotinglarni texim Xudoning so'zi bilan mo'llashtirib, Xudoning so'zidan kelgan xo'shallik, tinchlik, shu ichida yetaklanishida har bir kuninglarni Xudoning so'zi bilan yashab chiqarishinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz, biz keyingi sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.